O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 18-martdagi 168-sonli qarori bilan Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu qarorga asosan tovar moddiy boyliklarini yuklab jo'natish bilan realizatsiya qilinganda elektron hisobvaraq faktura elektron tovar transport yuk xati bilan birlashtirilgan holda rasmiylashtirilishi tartibi belgilandi. Mazkur yangilik tovarlarni sotish va yetkazib berish jarayonini rasmiylashtirishni soddalashtirish, hujjatlar aylanishi tizimini yanada optimallashtirish va shaffoflikni oshirish maqsadida joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar milliy valyutadagi korporativ bank kartalari orqali to'lovni amalga oshirgan holda tovarlarni, xizmatlarni sotib olgan qo'shilgan qiymat solig'i soliq to'lovchilarni onlayn nazorat kassa mashinasi va virtual kassa cheklarni soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali qayd etib, mazkur xaridlarni hisobvaraq fakturalar reyestriga kiritish muddati xarid amalga oshirilgan oydan keyingi oyning 10-sanasiga qadar amalga oshirilishi belgilandi. Elektron hisobvaraq faktura va tovar transport yuk xatini birlashtirgan holda to'ldirish xususiyatlari belgilandi. Shuningdek, mazkur qaror 2-bandiga asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-avgustdagi 489-sonli qarori 2-ilova bilan tasdiqlangan nizomga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq elektron hisobvaraq faktura bilan elektron tovar transport yuk xati birlashtirilgan holda rasmiylashtirilmaydigan holatlar ham keltirib o'tildi. Mazkur o'zgartirishga ko'ra, quyidagi hollarda elektron hisobvaraq faktura bilan elektron tovar transport yuk xati birlashtirilgan holda rasmiylashtirilmaydi. Tovarlar transport vositasidan foydalanmagan holda, shu jumladan jamoat transportidan foydalangan holda, qo'lda yoki maxsus qurilmalar, arava, ekskavator va qonunchilik hujjatlariga ko'ra davlat ro'yxatidan o'tkazilmaydigan boshqa qurilmalar yordamida tashilganda, yuk jo'natuvchi tomonidan tovar yuklab jo'natish bilan bir vaqtda realizatsiya qilinmaganda yangi tartib qanday afzalliklar beradi? Hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni tezlashadi. Tadbirkorlar va korxonalar uchun vaqt va resurslar tejaladi. Tizim shaffofligi oshadi. Hujjatlarning yagona shaklda keltirilishi natijasida hisob-kitob jarayonlari aniq va ishonchli bo'ladi. Yangi tizimning joriy etilishi savdo va logistika jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.